Mijozmili? Mayli, videoga olsam bitta savolim bor edi sizga. Mayli? Tasavvur qiling, 50 million plyus bor. Uni ikkita maqsad yo'lida ishlatishingiz mumkin. Bittasi bir 3-4 ta davlatga 10-15 kunlik maza qilib sayohatga ishlatishingiz mumkin. Ikkinchisi bir dorilarga, tibbiy jihozlariga pul kerak bo'lgan ehtiyojmand bemor insonga ehson qilish. Qaysiga ishlatardingiz? Sayohatga albatta. Voy, rostdanmi? Sizlar nima qilgan bo'lardinglar shunaqa imkoniyat bo'lib qolgan edi? Kommentga yozib yuboringlar. Xo'p, Arzikulov Instagram sahifamga obuna bo'lgan bo'lsangiz, nima oladigan bo'lsangiz, hammasini pulini to'lab yuboraman. Voy, obuna bo'lgan ekanlar, gap yo'q, do'stlar. Nisbli narsa olib turuvdilar. Bittasi olib bo'ldilarmi o'z narsalarni yo'q? Olib bo'ldilarmi? Nisbli narsa olib turuvdilar. Opa, nima bo'lish kerak ekan? Obuna bo'lish kerak ekan. Rostmikan? Xursandmisiz? Sanab oldingizmi? Sanab oldim. Bo'ldi, gap yo'q. Oling narsalaringizni. Rahmat obuna bo'lganingiz uchun. Sizga ham rahmat.